Toza havo ayni damda Toshkent shahrida topib bo'lmaydigan narsa. Tashtermal sanatoriyasi sizni qaysi kasalliklaringizga davo bo'ladi? Hozir buni ko'rib chiqamiz. Ayni damda biz Tashtermal sanatoriyasidamiz. Hozir bu sanatoriya qanday kasalliklarga davo ekanligini bilib olamiz. Assalomu alaykum opa, salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, yaxshi keldinglarmi? Men katta hamshira, neuroterapiya bo'laman. Tashtermal sanatoriyasi davolash bo'limida ishlayman. Bu yerda asosan hozir yoshlarda ham yoki yosh kattalarda ham bo'g'im og'riqlari mavjud. Ya'ni kimlardir ko'p rolda o'tiradi yoki muntazam o'tirib ishlaydi. Shunday insonlar uchun qanday muolajalarimiz mavjud? Bizning sanatoriyada asosan gastroenterologlarimiz bor, endokrinolog, nevropatolog hamda davolovchi barcha muolajalarimiz mavjud. Ulardan qaysi birini sizga tavsiya qilishni hozir ko'rsatamiz. Yuring. Mana hozir siz keldingiz. Bizning resepsiyon xodimimiz Umidaxon sizga mana bunday jadvalni berib, hozir nevropatolog oldiga kiramiz. Hozir bu yerda oliy toifali, oliy malakali shifokorimiz nevropatolog ish yozig'idan shotuvlanishga o'tibdilar. Hozir ulardan maslahat so'raymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Keling, marhamat. Yaxshi keling. Biz bu sanatoriyamizda kelgan bemorlarni kutib olib, uning shikoyatiga anamnezini, umumiy holatini ko'rib, tekshirib ko'ramiz. Undan tashqari tekshiruvlari bo'lsa, agar obsledinlar olib kelgan bo'lsa, MRT, boshqa tekshiruvlar, rentgenlari bo'lsa, ularni ko'rib, shunga qarab kerak muolajalarni yozib, shu muolajalarga qarab shu davo muolajalarini olishaveradi. Agar mabodo bemorlarimizga boshqa mutaxassislarimizni yordami kerak bo'lsa, maslahatlari kerak bo'lsa, shunga qarab biz endokrinologga, urologga yoki terapevt doktorlarimizga maslahat uchun yuboramiz. Shunga qarab umumiy harakat qilamiz bemorlarimizni sog'lomlashtirib, shu yerdan chiqarib yuborishga. Hozir men resepsiyondan chiqdim. Menda hozir xonalarni va vaqtlarni aniq qilib yozilgani bor. Va hozirgi vaqtimizga menimcha qanday terapiya? Albatta, hozirgi sizning vaqtingiz igna terapiya. Assalomu alaykum. Bu muolaja shunda qanaqa qilinadi? Bu igna terapiya muolajasi bu har bir insonda individual, ya'ni holatiga qaragan holatda, tashxisiga qaragan holatda, shikoyatiga qaragan holatda o'sha igna terapiya muolajalari o'tkaziladi. O'sha paytdagi holati, og'irlik darajasi shularga qarab qo'yib beriladi. Bundan tashqari sanatoriyamizda sizning dam olishingiz uchun 3 xil turdagi premium xonalar ham mavjud. Tashtermal sizni kutib qolamiz.